Vay. Ertalabdan bo'pti-yu. Yaxshi oldum, hech kim yo'q. Chiqsam, narsalarimizni olishimiz chiqdi. Usul bu narsani olamiz. Bu tovushni hozir ovqat sotadigan ko'raman. Hammaga salom bola. Sizlar bilan press. Buni aylanib hozir narsa qilishimiz kerak lekin pulni ko'paytirishga hali lekin hozir shu ana brat ollar ichkilarni. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Ya hali tomoq bo'lmayaptimi? Sizga 10 ta tovuq go'sht olib kelgandim. Nech pulga? Ana 5 ta izumrud. Voy, nima ko'p narsa olasiz. 5 ta hozir olamiz 5 tani. Rahmat brat. Arimaydi. Hozir endi nima qilsa bo'ladi? Endi nima qilsa bo'ladi? Bo'pti endi do'konchi hali ham kelmagan. Mana o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi, lekin kerak yo'lda ishlarim ko'paydi. Bu kunlari keling brat, nima kerak? Jumbomi? Bor. 10 ta bering. Hop, brat. 10 ta jun. Qayerdan bor edi 10 ta jun? 10 ta qisarmi? Hop, 10 ta jun. Qisasa qo'yamiz. Mana 10 ta jun. Olmaysizmi? Hozir olaman. Sizga qo'ying. Shunaqaman. Bitta sizlar qoling. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Bu narsa. Hamma shunaqa bir xil bilan bormasam bilan umuman bo'lmaydi. Çok taşıydım birini hayal. Şunu yaptı. Uyandı. Wow, bir düştü. Bir düştü. Bunu yakşı. Ke. Hammi ke. Bitti geliş. Bitti. Hop. Bu bir yogi. Hop. Endi bu yana tuxummi? Steak yesam. Hop, ovqatga olib beringlar. Hop. Bularni yana go'shtga aylantirish kerak. Yana yomg'irdan to'yib ketdim, to'g'risini aytsam. Yana shu ish qilishga majburman. Yomg'ir to'xta. Ko'rdingmi, sehrgarmi?
Endi bunu koyamiz. Çok. Mayli, endi nima qilsam bo'ladi? Hozir do'konda ishlab tursin. Endi u sallani hammani o'ldiraman. Bu salonni mashina qopdimi? Yo'q. Bor ekan, sotilmayapti. Men polizga qarash kerak. Polizga yana bitta ishim bor. Tez olsam. Tugaydi. Yaxshi hosil beradi bugün. Çünkü yaxshi nedir kardeşim? Bugün o'tda düştü bu odam eklarsam yaxshi bo'lardi. Hosil beradi. Vay. Yaxshi hosil bersam yo'q. Hosil yo'q deyarli. Yana bitti iş var. İş. Şöyle tuş için. Ay yanım. Dolaşmayın. Hala böyle dolaşın. Dolaşın sen bir şey düşün. Çok önemli. Dolaşıp koyamız. Çünkü yok mu? Gerçekten uğraştık. Ben tosunu arasam 3 gün tozalamaydı. Ciddiyle dengesi. İktasını biliyor. Hamması nereden ki benden söyledi. Kılıyorlar. Doymuş. Kılıyor. Kerem. Buradan olursa kalsın ki kaytarıp vermedi. Hop eline işte uğramış. Wow. Devam ettiriyoruz. Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi. Bo'ladi. Hop. Endi nima qilamiz? Ko'lanib bitta chopamiz. Keyin pishirib sotamiz. Chunki lama o'tirib ko'ramiz. O'tiraylik, o'tirsa bo'larmikan? Lekin shirin. Bularni oldim. Ubaga qilmasdim. Voy. Yana to'g'ri. Bularni kun to'g'rilanib ketadi. Faqat to'g'ri. Kelinglar. Şöyle kereyse de. Hayır. Yemekte bolaştığımız için. Ben yemekte çok başa bunu. Çünkü Rusya bu. Madide. Uğur. Sen de kalktı burada bile. Sen mi? Böyle. Yani işte olursa ciddi bor yok vallahi bilmiyorum. Bütün çıksalar öldürün. Kaç bin çıksa çıkmayacağını öldürüyor ama. Şöyle ikisini verelim. Sen böyle. Bitmez beni.
Yine tıkılmış. Ben bala göre tıkılmalıyım ya. Ama şu an yüzden çıktı böyle gerek. Kaç sene çıksa? Çıkayım. Oh. Aa! İyi. Şurada